Bu nima bilamsizlar? Bu qora quta. Bu vaqtda biz o'tgan suhbatlarimizda so'zlab o'tgan edik. Dunyoning har qanday yerida bir yo'lovchilar aeroplan tushib ketsa, vayron bo'lsa, hodis tekshiruvchilar uning qoldiqlari orasidan oltin izlamaydi. Pul izlamaydi. Hatto qimmatbaho buyumlarni mo insonlarni izlamaydi. Eng avval ular ko'z yoshlarini bir chetga qayirib qo'yib, jon pedalik bilan dal mushu qora qutini izlaydi. Nimishqa? Chunki bu qutining ichida aeroplanning nimishqa tushib ketganligining haqiqiy siri yoshiringan. Motor buzildimi, ushquchi mugdab qoldimi, yiqilg'i tugidimi yoki tashqi havoray sabab bo'ldimi? Agar biz bu sandiqni tepib, uni to'g'ri bayqayolmasak, biz yasagan keyingi aeroplanmi, biz chiqqan keyingi safarmi dal shu sabab bilan yana tushib ketadi. Bu fizika qonuniyatidek aniq bir narsa. Bizning millat tarixda nihoyat ko'p qitim tushib ketgan aeroplanga o'xshaydi. Biz tarixda dunyoni titratgan imperiyalarni qurdik. Qaraxoniylar, Saidiya, Cumhuriyetlarning hammasi bir mezgil burkutdek parvoz qildi. Bulutni yerib o'tdi, ondan yerga tushdi. Xo'sh, biz yoshlar bugun nima qilyapmiz? Biz ko'pincha hollarda aeroplanning parchalarini quchoqlab yig'layapmiz. Yoki biz burun shundoq egiz ushgan, bizning qanotimiz oltindan yasalgan deb xarobiylik ustida she'r o'qib maqtanyapmiz. Yig'lash bizni qutqizolmaydi. Maqtanish bizni o'rnimizdan dast turg'izolmaydi. Bizga kerakligi tarixning qora qutisini ichish. Bugun hissiyatni, voy dod faryodlarni bir chetga qayirib qo'yib, shu sandiqni ochamiz. Yuraginglar siqilishi mumkin, ammo bu haqiqatni cho'qim anglashingiz kerak. Undaq bo'lsa, boshladik. Assalomu alaykum izbosar qayrindishim. Biz nimishqa yiqildik? Ko'pincha yoshlarda hatto ziyolilardan so'rasam, Xitoy kuchlik, Rus makkar, shunga yengildik deydi. Jug'rofiya taqdir deydi. To'xtang. Bu mazlumlik psixikasi. Bu mas'uliyatdan qochishning eng o'ng'ay yo'li. Dushman azaldan kuchli bo'ladi. Dushman azaldan shu yiligar bo'ladi. Bo'rining vazifasi qo'y yeyish, qo'yning vazifasi yeyilib ketmaslik. Aeroplan tushib ketsa, havo bek tumanliq ekan deb qutulg'ili bo'lmaydi. Aeroplan shu tumandami ucha oladigan qilib yasalish kerakdi. Masala dushmanda emas. Masala nimishqa sening immun sisteming shuncha ojiz ediki, bir mikrob seni yeringdan yiqitdi. Tariximizdagi shu qora qutini ochganda bizni yiqitgan asosli sababning sirti emas, dal bizning shu yuragimizda, ichimizda ekanligini ko'ramiz. Tarixni varaqlab baqsangiz bir ochiq haqiqatni bayqaysiz. Qal'alarning hammasi shu yanini ichidan ichilgan. Bu yerda millatimizning qinini singib ketgan bir tarixiy virus bor. Uning ismi men, ego. Qaraxoniylar davlati nimishqa parchalandi? Dushman kuchli bo'lgani uchunmi? Yo'q. Arslanxon bilan Bug'roxonning, ya'ni aka-ukalarning taxt olishi. Men cho'ng bo'lima, mening diginim hisob degan shu nafsi uchun parchalandi. Bir oilaning bolalari bir-biriga qilish tangladi. Yakan Saidiya xonligi nimishqa yiqildi? Oqtog'liq va Qortog'liq deb bir millat ikkiga bo'linib bir-birini qirg'in uchun yiqildi. O'z qarindishini yengish uchun sirtdan dushman, jo'ng'orlarni boshlab keldi. Dushman faqat biz o'zimiz ichib bergan shu eshikdan kirdi xolos. Bizning ajdodlar qachonki biz deyishni to'xtatib, shu men deyishni boshlaganda yiqildi. Mening jamoatim to'g'ri, mening fikrim ustun, men bosh bo'lmasam bu da'vo yo'qolsin, men yo'q bo'lsam hamma narsa yo'q bo'lsin. Bugungi kunga qarang. Muajiratda nurg'unlagan tashkilot, nurg'un jamoatlar bor. Hammasi vatan, millat, din deydi. Lekin mushuningdek bir ustalda o'ltiralandi. Tas. Nimishqa? Chunki heliqi qora qutidagi koronavirus texicha tozlanmadi. Biz faqat tarixni yodladik. Biz palonining avlodi deb maqtanishni o'rgandik. Ammo tarixning savuqini tushunmadik. Bilib qo'ying, agar bugun yana bilinsak, biz tarixni qaytadan yana takrorlaymiz. Natijasi yana shu o'xshash xarobiyliklar bo'ladi. Bizda yana bir zaharli kasallik bor. Uning ismi masqig'uchi faxrlanish. Ba'zi yoshlarni ko'rma, og'izdan bizning burnimiz tushmaydi. Biz dunyoni so'rgan, biz undaq botur, biz turklarning otisi. To'g'ri, men buni inkor qilmayman. Tariximiz haqiqatan shonliq. Lekin men sizdan bir ochiq savol so'ray. Agar buvingiz ot mingan, siz piyoda qolgan bo'lsangiz, bu maqtanadigan ish emas. Bu numus qiladigan ish. Tarix bilan maqtanish agar sizni harakatga keltirmasa, u faqatli bir apyon, masqug'uchidir. U sizni reallikning ochiq azobidan vaqtli qutuldirdi.
men isil nasabman deb o'zingizni aldaysiz. Ammo qilayotgan bir mushingiz yo'q. Kunlaringiz telefonga tikilib, yana shu TikTok, Reels ko'rish bilan o'tib ketadi, isrof bo'lib ketadi. Bugungi dunyo sizning buvingizning kim ekanligiga emas, sizning qillingizda va yonchuqingizda nima borligiga qaraydi. Sizda AI bormi? Sizda iqtisod bormi? Sizda siyosiy aql bormi? Yo'q bo'lsa, buvingizning qilichi sizni hargizmi qutqizolmaydi. Chunki u qilich muzeyda dodlashib ketdi. Bizga yangi qurol-yarog'lar kerak. Lekin umidsizlanmang. Tarix faqat yiqilishdan iborat emas. Bizning millatning bir alohidaligi bor. Biz kul ichidan qayta tug'iladigan samandar millat. Biz yiqilamiz, ammo har qitim yangidan tirilamiz. Qandoq tirildik? Buningmi bir formulasi bor. Tariximizdagi Sutuq Bo'ronxonni aslang. U zamonda turklar parchalangan, shamanizm xurofotlar ichida ruhiy jihatdan bo'shashgan, maqsadsiz edi. U nima qildi? U faqat qilish ko'tarmadi. U xalqiga yangi bir ma'naviy yiqilg'u, islomni ib keldi. U millatning yumshoq detolini yangiladi. Shuning bilan bir millat yangidan tirilib, dunyoga ilm va madaniyat tarqatdi. Yaqinqi zamondagi Abduxoliq Uyg'ur, Mamtili apandilarni izlang. Xalq nadonlik uyqusida yotganda ular she'r yozib o'ltirmadi. Ular o'yg'on deb varqiradi. Ular maktab ochdi, ular gazet chiqardi, ular tashkillandi, tashkilot qurdi. Ular dushmanni yengish uchun avval o'zimizdagi nadonlikni, qaloqlikni, xurofotni yengishimiz kerak dedi. Demak, tirilishning siri yengilanish. Biz qachon tirildik? Qachonki biz ko'na, sisiq odatlarni, quruq tamannolarni tashlab, zamonning ruhini, ilm-fanni va saf e'tiqodni qabul qilganimizda tirildik. Qachon yiqildik? Qachonki malla dedik, men hammani bilamanla dedik, dunyoga va ilmga eshikni yopdik, shu vaqtda yiqildik. Yoshlar, siz bugun Amerikada, Yevropada, Turkiyada, Qozog'istonda. Siz nima ish qilib yurasiz? Bu Allohning sizga bergan bir yengilnish fursati. Siz faqat jon beqish uchun, qo'rsoq to'yg'izish uchun ekanmidingiz? Siz bu yerdagi ilmni, texnikani, sistemani, qonunni, iqtisodni o'rganib, millatning shu ko'ni sistemasiga yangi qon, yangi bir yumshoq detal bo'lib kirishingiz uchun keldingiz. Agar siz shu chet elda turibmi, yanili shu ko'ni g'ayvat, quruq parang, choyxona madaniyati bilan yashayotgan bo'lsangiz, siz millatga xiyonat qilayotgan bo'lasiz. Undaqda tarixni qandoq ishlatamiz? Tarixni unutib ketamdik? Yo'q. Men sizga bir misol keltiray. Tarix xuddi mashinaning orqani ko'rsatadigan aynakiga o'xshaydi. Hayot nomli bu yo'lda mashina haydayotganda ikki xil xatolik o'tkazsangiz, halok bo'lasiz. Birinchi, aynakka hech qaramasangiz, orqadan kelayotgan xatarni ko'rmaysiz. Tarixiy dushman sizni kelib so'qidi. O'tmishdagi xatolikni bilmagachga o'xshash ozgalga yana tushsiz. Ikkinchi, aynakka tikilib qarayotsangiz, faqat o'tmish bilan yozsangiz, biz burun mundoq to'q deb oldingizga qaramasangiz, bir damdili yo'ldan chiqib ketasiz yoki oldingizdagi toshqa so'qilib ketasiz. Biz nima qilishimiz kerak? Bizning ko'zimiz, zihnimiz oldida, ya'ni kelgusida bo'lish kerak. Lekin pat-pat orqani ko'rsatadigan aynakka, ya'ni tarixga qarab, o'zimizning yo'llanishini to'g'rilab turishimiz kerak. Tarix kitobdagi quruq hikoya emas. U bir marafon, ya'ni yugurish musobaqasi. Ajdodlarimiz bayroqni ko'tarib yugurdi. Ba'zilari yiqildi, ba'zilari xiyonat qildi, ba'zilari manzilga yetkazdi. Hozir shu tayoqcha sizning qo'lingizda. Siz tomoshabin emas, siz maydondagi mohir. Siz, voy bizning millat ittifoqlasholmaydi, biz tugashdik deb qaqshapla o'ltirsangiz, siz heliq yiqilgan ajdodning ko'chirilmisiz. Tarix takrorlanadi deb so'ramang. Agar siz ajdodingizning xatoligini takrorlasangiz, tarix takrorlanadi. Ya'ni o'xshashlik qilamiz. Agar siz buningdan savoq ilib, yangicha yo'l tutsangiz, tarix yangilanadi. Qalam sizning qo'lingizda. Keyingi betni siz yozsiz. U betda, ya'ni yiqildi deb yozilamdi yoki oxiri tirildi debmi, bu butunlay sizga bog'liq. Mening izbosar qayrindishim, bizning tariximiz faqatla qayg'u yoki faxrlanish manbasi bo'lib qolmasligi kerak. U bir darslik. Ajdodlar bizga biz mundaq qilib yiqildik. Bolalarim sizlar undaq qilmanglar, biz qilgan xatoliklarni o'tkazmanglar deb qabrisidan varqirayotdi. Biz ularning jasdi ustida yig'lamasligimiz, balki ularning orzusini amalga oshirishimiz kerak. Bugungi 19-topshiriq. Bugun kechda hamma odam uxlaganda telefonni o'chirib, bir varaq qog'oz va qalam elib o'zingiz bilan yolg'iz qiling va o'zingizga rahimsizlarcha buni ikki savolni so'rang.
Javobini shu qog'ozga yozib qo'ying. Menda bizni yiqitgan mallik, ya'ni ego, kibr bormi? Men boshqalarning utuq qozonishini ko'ramandim. O'zimning gapini to'g'ri deb turib oldimmi? Boshqa tashkilot yoki boshqa jamoatga qayrindishimni bizdan emas deb chetga qoqdimmi? Agar javobingiz ha bo'lsa, bilib qo'yingki, sizning yanchuqingizda bizni yiqitgan shu koni mikrob bor. Ikkinchidan, menda bizni tirildirgan fidokorlik bormi? Men millat uchun shaxsiy manfaatimdan, rohatimdan, pulimdan haqiqiy kechalamdim. Yoki faqat og'zimda vatanli davotamdim. Agar ichingizda kichikgina bir Arslanxon bilan Bug'roxonning jidili, hasad va bo'linish bo'lsa, uni bugun hozirli o'ltiring. Uni o'ltirmasangiz, u sizni va millatni o'ltirdi. Biz tarixning xatoligini tuzatish uchun keldik. Biz yangi bir avlod. Bizning men deydigan haqiqatimiz yo'q. Faqat biz deydigan majburiyatimiz bor. Tarixingizni unutmang. Ammo tarixda yashapla uyadimi qilib qolmang. Ko'z yoshlaringizni surting. Beshingizni ko'taring. Qora qutining siri yeshildi. Endi yangi aeroplanni yasash va uchirish navbati sizda. Ata 20-qismda istiqbol bizni saqlayotgan yangi dunyoni so'zlaymiz. Tayyorlik qilib keling, ruhingizni uyg'otib keling. Allohga omonat.